Navbatdagi darsimiz bu kardiofobiya. Aynan fobiyalar ichida ko'p uchraydigan turi bu kardiofobiya haqida gaplashamiz. Kardiofobiya bu avvallari tashxis sifatida kardionevroz, VSD, NSD, kardial tipi deb qo'yilgan bir paytlar. Shu qo'yilgan diagnozlar, ya'ni VSD deb qo'yilgan. Shu qo'yilgan diagnozlar demak hozirgi kardiofobiyani bildiradi. Ya'ni hammasining ma'nosi bir xil. Kardiofobiya o'zi nima? Kardio degani yurak degani, fobiya degani bu qo'rquv. Ya'ni yurakdan qo'rqish, yurakka bog'liq bo'lgan kasallikdan qo'rqish. Inson juda ham uzoq muddat xavotirlangan vaqtida, qandaydir sabablarga ko'ra emotsional zo'riqishlardan so'ng, qanaqadir vegetativ nerv tizimidagi aktivlashishlardan so'ng aynan yurak sohasidagi qandaydir o'ziga notanish bo'lgan hissiyotni his qilgandan so'ng aynan mana yuragimda nimadir kasallik bor degan o'ziga ishonch, o'ziga xulosaga demak kelib qoladi. Kardiofobiya bu erkaklarda ko'proq uchraydi ayollarga nisbatan. Kardiofobiyani asosiy sabablardan bittasi bu surunkali stress. Birlamchi sababi surunkali stress hisoblanadi. Yuzaga kelishida demak hal qiluvchi omillar quyidagilardan iborat. Ya'ni nima uchun insonlarda ko'proq kardiofobiya shakllanib qoladi? Sababi ushbu organimiz, ya'ni yurak bu harakatdagi organ hisoblanadi. Ya'ni ish faoliyati harakat bilan bog'liq. Doimiy ravishda harakatda bo'lib turadi. Ya'ni demak nasos funksiyasini bajaradi. Biz uxlagan vaqtimizda ham hatto demak doim harakatda turadigan organ. Shuning uchun inson emotsional zo'riqqan vaqtida, qo'rquv bo'lganda, xavotirlangan vaqtida yurakni ish faoliyatini o'zgarganini his qilib turadi. Ya'ni tez urganini his qilamiz, qattiqroq urganini his qilamiz. Demak, kardiofobiyani shakllanishidagi o'sha fundamental omillardan bittasi bu yurakni, ya'ni harakatdagi organligi. Biz boshqa organlarimiz, masalan, oshqozon, jigar, buyrak organlarimizni ish faoliyatini biz o'zimiz nazorat qila olmaymiz, tekshira olmaymiz. Sababi harakatda bo'lmagan organlarga kiradi ular. Ya'ni biz harakatni seza olmaymiz. Demak, yuragimizda har doimgi harakatni sezib turganimiz uchun normadan oshiq urayotgan vaqtida odam his qila oladi buni. Demak, omillardan birinchisi bu harakatdagi organ. Ikkinchisi yurakni ish faoliyatini nazorat qilish mumkin. Ya'ni funksiyasini nazorat qilish osonroq. Hamma insonlarda bu ma'lumot bor. Ya'ni inson o'zini pulsini nazorat qilish, yurak faoliyatini nechta urishni tekshirish qulayroq. Ya'ni puls orqali, bo'yin sohadagi arteriya orqali yoki doimiy ravishda qon bosimini o'lchash. Ya'ni hamma uchun bu dostupniy narsa hisoblanadi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab esa biz hayotimiz davomida ko'proq yurak kasalliklari haqida demak ma'lumot eshitamiz. Chunki dunyo bo'yicha o'lim sonini reyting bo'yicha birinchi o'rinda turadigani bu yurak qon tomir sistema kasalliklari. Kasalliklarni reytingining ichida birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham bizda yurak haqidagi, yurak patologiyasi haqidagi ma'lumotlarimiz juda ham ko'p. Yoshligimizdan deyarli eshitib kelamiz. Qarindoshlarimiz ichidan, qo'shnilarimiz ichidan, yaqin insonlarimiz orasida, yoshi katta tanishlarimiz orasida birdan yuragi ushlab o'lib qolibdi, infarkt bo'lib o'lib qolibdi degan ma'lumotni ko'p eshitamiz. Uchinchi sababi bizni hayot davomida eng ko'p eshitishimiz aynan shu kasal. Mana shu 3 ta omil fundament hisoblanadi kardiofobiyaning shakllanishida. Birlamchi sababi esa surunkali xavotir, surunkali stress bo'lishi mumkin. Inson yuragidan birinchi marta nimadandir shikoyat qilgan vaqtida albatta tekshiruvga boradi. Odatda yurakda nimadir muammo his qilgan inson kardiolog mutaxassisiga boradi. Sizlar bilan biz mutaxassislar haqida demak o'tgan darsimizda to'liqroq ma'lumot oldik va tanishtirib chiqdim. Aynan kardiolog mutaxassisi yurak patologiyalar bilan shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Yurak kasalliklari bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Ya'ni yuragida shikoyati bor insonlar ma'lumot uchun aytaman, birinchi o'rinda quyidagi tekshiruvlardan o'tib qo'yish kerak, yoshidan qat'iy nazar. Birinchisi EKG tekshiruvi, ya'ni elektrokardiografiya. Ekokardiografiya, ya'ni yurakda demak ultratovush yordamida tekshiradi. Va kunlik Holter tekshiruvi. Mana shu uchovi tekshiruvdan albatta yurakda shikoyat bor odam yoshidan qat'iy nazar o'tib qo'yishi shart. Quyidagi tekshiruvlardagi xulosa agar yaxshi chiqsa, hech qanday organik patologiya aniqlanmasa, demak keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni hech qanday organik patologiya yo'q. Biz keyingi bosqichga o'tamiz. Aynan kardiofobiyasi bor insonlarga doim yuragidagi kasallikdan qo'rqib, meni yuragimda kasallik bor, meni yuragimda nimadir muammoim bor, qachondir shu bilan bog'liq holatda qanaqadir men bilan ko'ngilsizlik yuz beradi
deb qo'rqgan insonlarga ma'lumot sifatida quyidagi tekshiruvlardan o'tdingiz. Qayta o'tishadi bunaqa insonlar. Chunki bu safar tekshirtirdim, demak, balki yaxshi ko'ra olmagandir mutaxassis. Men borgan kardiolog yaxshi malakali emasdir balki. Men borib tushgan tekshiruvlarimni, demak, aynan men tushgan apparat yaxshi emasdir balki, noto'g'ri ko'rsatgandir va hokazo. Qayta tushishni odatlantirib qo'yishadi. Demak, bir marta bordingiz, shubhalandingiz. Yana bir marta bordingiz, 2 marta, 3 martadan tekshirtirdingiz. Hech qanday sizda organik patologiya yo'q dedi. Va o'shandan keyin maslahatim, birinchi qadam tekshirishni to'xtatish kerak. Albatta to'xtatish kerak tekshiruvni. Nimaga desangiz, chunki qayta tekshirganingiz sizni xotirjam qiladi. Ma'lum bir vaqt. Bir haftaga yetar bu xotirjamligingiz, bir oyga yetar bu xotirjamligingiz. Yana qayta o'zingizni tekshirtirishni davom ettiraverasiz. Sababi aynan o'sha yurakdagi sanchiqlar, yurakdagi og'riqlar, yurakdagi qanaqadir diskomfortlar boshlanib qolishi bilan siz yana tekshirishni boshlaysiz. Buni birlamchi sababi ko'pincha, demak, asabdan, demak, surunkali stressdan bo'lishi mumkin. Demak, tekshirishni o'zimizni qayta mutaxassisga borishimizni birinchi qadam to'xtatamiz. Keyingi qadamga o'tamiz. Bu nazorat qilishni to'xtatamiz. Pulsimizni nazorat qilishni, kun bo'yi tinmasdan o'lchab yuramiz. Qon bosimimizni nazorat qilishni. Kardiofobiyasi bor insonlarda, demak, qon bosimini o'lchovchi apparatimiz, tonometr deb aytamiz, zapasi bilan bo'ladi. Ya'ni bitta mashinasida bo'ladi, bitta sumkasida bo'ladi, bitta uyda bo'ladi, bitta ishxonasida bo'ladi. Zapasigacha olib yurishadi. Mana shu narsani to'xtatamiz. Pulsimizni o'lchamaymiz, qon bosimimizni o'lchashni to'xtatamiz va qandaydir dori ko'tarib yurishni to'xtatamiz. Hammasi, demak, bu insonlar yonlarida har doim yurakka ta'sir qiluvchi dorilarni olib yurishadi. Erinit, nitroglitserin va tinchlantiruvchi, karvalol, validol, valokardin, shunga o'xshash dorilarni. Demak, dorilarni olib yurishni ham to'xtatamiz va o'zimizni nazorat qilishni to'xtatamiz. Absolyut o'lchamaymiz, qon bosimimizni, pulsimizni ham o'lchamaymiz. Keyingi qadamda. Demak, nazorat to'xtadi. Keyingi qadamimiz bu kardio yuklama berish. Bu nima degani? Kardio nagruska ham deb aytamiz. Kardiofobiyasi bor insonlar o'zini fizik aktivlikdan batamom cheklab qo'yishadi. Har xil sport o'yinlariga borib yurgan odam birdan bormay qo'yishi, masalan, yugurib yurgan insonlar birdan to'xtatishi yugurishni yoki aynan yurakka nagruska beradigan yuqori qavatlarga chiqish yoki uyda nimadir fizik ish qilish. Mana shu fizik aktivlikdan o'zlarini cheklab qo'yishadi bunday insonlarimiz. Uzoq vaqt davomida. Chunki yuragimda kasallik bor degan tushuncha, ishonch o'z-o'zidan cheklab qo'yadi hamma narsani. Biz aynan shu odatni buzishimiz shart. Ya'ni kardio yuklama beramiz. Bir kunda qanchadir kilometr yurish, balki yugurishdir. Erkaklarimizga sport bilan qaysidir yengilroq sport turi bilan sekin asta shug'ullanish, futbol o'ynash, suzishga borish, ayollarimizga esa uydagi qanaqadir fizik aktivlik bilan shug'ullanish. Ya'ni ko'p qavatli uyda yashaydiganlarga, demak, ko'proq zinadan tushib chiqish. Bu bizga nima beradi? Kardio yuklama. Kardio yuklama shu narsani beradiki, inson ongli ravishda, demak, men shuncha kardio nagruska beryapman, ya'ni yuragimga shunchalik yuklama beryapman. Demak, meni yuragim sog'lom degan, demak, ishonch berish boshlaydi. Ya'ni mutaxassis gapirmasin, 10 martalab, 20 martalab sizda yuragingizda hech narsa yo'q, sizning yuragingizda organik patologiya aniqlamadik degan gaplari ko'pincha vaqtincha ta'sir qiladi xolos. Lekin inson o'zi kardio nagruska bersa, yuragi zo'riqib ishlayotgan vaqtida hammasi yaxshiligini bilsa, istalgan masofaga xohlagan vaqtda borishini bilsa, asta-asta inson ongli ravishda tushunadi. Demak, meni muammoim yuragim bilan bog'liq emas. Kardiofobiya pasayadi. Keyinchalik buni birlamchi sababini topib, albatta mutaxassis yordamida bartaraf qilinsa, to'liq kardiofobiyadan qutulish mumkin. Mutaxassisning yordamisiz sizga qilishingiz kerak bo'lgan vazifalar shundan iborat. Xulosa, kardiofobiyasi bor insonlarda siz juda ham ko'p marotaba tekshiruvdan o'tdingiz. Hammasi yaxshi, organik patologiya yo'q. Demak, tekshiruvlarni to'xtatamiz. Birinchi qadam. Ikkinchi qadam, nazorat qilishni to'xtatamiz. Kardio nagruska beramiz, ya'ni kardio yuklama berishni boshlaymiz. Ushbu ma'lumotlarni albatta siz hayotingizda qo'llab ko'ring va men o'ylayman, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ladi. Navbatdagi fobiyalardan ko'p uchraydigan turlardan bu agorafobiya. Agorafobiya bu o'zi nima? Agorafobiya o'zi insonlarni ochiq maydonlardan, bo'sh bo'lgan maydonlardan qo'rqishi yoki odamlar gavjum bo'lgan joydan qo'rqishi. Har doim ko'chada yurgan vaqtida kimnidir o'ziga sherik qilib olib yurishi, kim bilandir yurish doim. O'zi yolg'iz yura olmaslik. Agorafobiyasi bor insonlarda ayniqsa juda hayot sifati tushib ketadi, sababi ular kunlik munosabatlarga sabab bo'luvchi har xil to'ylar, janozalar,
har xil tadbirlarga demak borolmay qolishadi. Bir xillari faqat sherik bilan birga borishadi. Hayotiy kunlik demak hayot tarzlaridagi sifat demak tushib ketadi bu insonlarda. Agorafobiyani shakllanishida asosiy sabablardan bittasi bu vahima hujumi hisoblanadi. Vahima hujumidan keyin ikkilamchi sifatida fobiyalar shakllanib qoladi. Turli xil fobiyalarimiz bor. Aynan agorafobiya ham o'sha inson qachondir shu ko'chada yurgan vaqtida yoki odamlar gavjum bo'lgan joyda vegetativ reaksiyani his qiladi va u yerda vahima hujumiga duch keladi inson va aynan shu joy bu inson uchun xavfli bo'lib qoladi. Go'yoki shunaqa odamda ishonch hosil bo'lib qoladi. Demak, birlamchi sababi qachondir qattiq qayerdadir qo'rqqan bo'lishi va shu joyga nisbatan fobiya shakllanib qolishi va keyinchalik bu fobiya kengayib ketishi. Ya'ni avval ma'lum bir joyga kira olmaslik, keyinchalik esa ko'chaga yolg'iz chiqa olmaslik. Agorafobiyasi bor insonlarimizda o'zlarini har doim uylarida yaxshi his qilishlari, uydan tashqari holatda esa xavotirlanishi hisobiga qandaydir diskomfort, qandaydir simptom his qilish. Ko'chaga chiqsam hushimdan ketib qolaman, ya'ni hushimni yo'qotib qo'yaman va yiqilib tushaman. Ko'chaga chiqsam, yolg'iz chiqsam, nimadir men bilan ko'ngilsiz hodisa yuz beradi. Ko'chaga chiqadigan bo'lsam, o'zimni nazorat qila olmayman, o'zimni kontrol qila olmayman. Mana shu qo'rquvlar insonni ko'chaga chiqmasligiga va ma'lum bir joylardan qo'rqishiga yoki yonida kim bilandir yurishga majbur qilishiga demak olib keladi. Qiziq joyi shundaki, uyda yurgan vaqtida o'zi xotirjam yuradigan demak masofada hech qanday shikoyatlar kuzatilmaydi. Qachongina o'zi xavotirlanishni boshlasa, o'sha o'zi xavfli deb biladigan joyga borayotganini ongli ravishda bilsa, keyin kuchayib ketadi hamma simptomlar bu insonlarda. Bu ham bir qiziq tomoni. Bunday insonlarimizga tavsiya: biz bu holatda ekspozitsiya holatidan foydalanamiz. Ekspozitsiya nima degani? Ekspozitsiya bu aynan xavotir oladigan, siz qo'rqadigan narsadan demak qo'rqmaslikni o'rganish. O'sha qo'rquv xavotirdan qochmaslik. Buning uchun nima qilamiz? Albatta bosqichma-bosqich. Yillar davomida uydan tashqariga chiqa olmaydigan insonlarimiz bor. 5 yillab, 10 yillab, yillar davomida qandaydir ma'lum bir joyga bora olmaydi. Bozorga, aytaylik, savdo markazlariga, har xil tadbirlarga, to'ylarga, erkaklarda uchrab turadi, masjidlarga kira olmaslik. Odam gavjum bo'lgani uchun. Bu narsa ancha muammo olib keladi insonlarga, ya'ni sog'liq tomonidan emas, hayot sifati tomonidan. Bu insonlarga tavsiya shartli ravishda chizdik. Uy aynan bu insonlarimiz avval borib yurgan, keyin bora olmay qolgan joyga birdaniga bora olishmaydi. Ya'ni aytaylik, bozorga borish, to'yga borish, qanaqadir tadbirlarga borish. Agorafobiyasi bor insonlarda birdan shu fobiya birinchi qo'rqib qolgan joyga borishi demak qiyin bo'ladi. Birdaniga bu sinovdan o'tish oson bo'lmaydi bu insonlarga. Shuning uchun ekspozitsiyadan foydalanamizda bosqich demak uydan tashqariga chiqishni yoki ko'chaga bemalol chiqib yuradigan insonlarda aynan u qo'rqadigan joyga borgan sari bosqichma-bosqich yaqinlashish yoki kim bilandir doim birga sherik qilib yuradigan insonlarga sheriksiz, hech kimning yordamisiz ko'chaga bosqichma-bosqich chiqishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tartibi qanaqa bo'ladi? Farazan aytaylik, shu uy. Demak, biz birinchi aytaylik uydan 500 metr radiusda tashqariga chiqishni odatlantiramiz. Xohlasa uy ko'rinib turish kerak darvozasi. Asta-astalik bilan bu masofani uzaytiramiz. 1 kilometrga radius chiqish inson, 3-4 kilometr radiusga chiqish. Mana shu tartibda uydan borgan sari demak uzoqlashish va u bora olmaydigan, qo'rqadigan joyga bosqichma-bosqich yaqinlashish. Masalan, bozorga kira olmaydigan targoviy markazlarga, ya'ni savdo markazlariga kira olmaydigan insonlar uchun bosqichma-bosqich demak uydan uzoqlashgandan so'ng vaqt oladi, balki haftalar, balki oylar. Faqat shunaqa shart bo'lishi kerak, har safar chiqqan vaqtida ko'chada masofani uzaytirish kerak, uydan uzoqroq. Va aynan bozor misolida ko'rib chiqamiz. Bozorga bora olmaydigan insonlarga demak bozorni borib eng katta chegarasi, ya'ni darvozasini oldida turish. Yarim soat, 40 minut, 1 soatcha shu vaqt atrofida turish va o'sha vaqtida insonga keladigan har xil miyasidagi fikrlar, qo'rquvlarni demak his qilish va unga qarshi kurashish emas. Hushimdan ketib qolaman degan xayol kelishi mumkin. Hozir yiqilib tushasan degan xayol kelishi mumkin. Shu vaqtda inson o'zi demak aytish kerak bo'ladiki, men sog'lomman, holatim yaxshi, hech qanday kasalligim yo'q. Men yiqilishim % juda ham kam. Hushimni yo'qotishim juda ham protsenti kam. Odam o'zi bilan shu vaqtda albatta dialog ham qilish kerak. To'g'ri nafas olish mashqi xavotirni pasaytiradi. 4 sekund davomida nafas olish,
4 sekund ushlab turish va 4 sekund davomida sekin-asta chiqarish. Bu vegetativ nerv tizimini, aynan parasimpatik nerv tollasini aktivlashtirgani uchun insondagi qo'rquv, xavotir pasayadi va inson diqqatini nafasiga qaratgan vaqtda qo'rquvlar, xavotirlari o'zi fiziologik holati pasayadi. Demak, bosqichma-bosqich uydan uzoqlashish va aynan qo'rqadigan joyiga bosqichma-bosqich yaqinlashish va aynan bozorga borish yoki o'sha savdo markazini oldiga borish, ichiga kirish ma'lum bir qadam, 100 metr, 200 metr. Keyinchalik yana masofani uzaytirish va nihoyat eng odam gavjum bo'lgan joyga borish. Mana shu vaziyatni aytadi ekspozitsiya, ya'ni ana shu qo'rquv va xavotir soladigan vaziyatda hech narsa qilmaslik va u yerga borgan sari xavfsizligini ongli ravishda his qilish. Aynan agorafobiyasi bor insonlarga meni maslahatim shu ketma-ketlikda agar siz o'zingiz mas'uliyatni bo'yningizga olib shu ketma-ketlikda harakat qilsangiz, albatta agorafobiyadan qutulib ketishingiz osonroq bo'ladi. Demak, bugun biz kardiofobiya va agorafobiya haqida suhbatlashdik va bularni yechimini ko'rsatib berdim. Ushbu ma'lumotlardan albatta foydalanasiz degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.